Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda sun'iy obunachi, sun'iy layk, sun'iy kommentariylar yig'ib, mening falon obunachim bor, men falon layk yig'dim, deb aslida soxta ko'rinishlar orqali daromad qilish qanchalik to'g'ri? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Agar mana shu soxta obunachilar, soxta layklar bilan obunachilarni ko'p ko'rsatish, shuni izidan bir reklama qilib berish xizmatlarini taklif qilsa va u buyurtmalar olsa, bu yerda bir nav yolg'on bor. Ya'ni buyurtma beruvchilar uni obunachilari ko'p ekanligiga qiziqadi. Ya'ni misol uchun 100 ming, 200 ming, 500 ming, 1 million obunachisi bor bo'lgan odamga reklama qildirmoqchi bo'lishadi o'zlarining mahsulotlarini. Ya'ni u odamda o'zi aslida o'sha narsa yo'q, u yolg'on bir nimalar bilan, soxta profillar bilan ko'rsatilgan bo'lsa, bu yerda yolg'on bor, aldov bor. Payg'ambarimiz alayhissalomning mashhur hadislari bor. Man g'oshshana falaysa minna. Kim bizni aldasa, u bizdan emas deganlar. Shuning uchun bu yolg'on, aldov, xiyonat bo'ladi. Shuning uchun bu yo'lni tutmaslik kerak. Bu yo'ldan topilgan endi daromadlar ham shubhali molga aylanib qoladi va halol pok mol bo'lmaydi. Shuning uchun bu narsadan ehtiyot bo'lish kerak, bundan chetlanish kerak. Imkoni boricha o'sha haqiqiy obunachilari bilan ish qilsin mayli, o'shandan daromad topsa, unda hech kimning qarshiligi yo'q. U durust bo'ladi. Lekin yolg'ondan ko'rsatish bu o'sha yolg'on aralashgani uchun bu durust emas. Vallohu a'lam bis-savob.